Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Kimga mana bunaqa Xitoydan kelgan yong'oqlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, qancha desanglar, mana ko'rib turibsizlar. Aziz do'stlar, qancha kerak? Mana boy yong'oq qancha kerak? Xitoydan kelgan. Xitoylar o'zlari olib kelib sotishyapti. Yana mana bular hammasi 185 raqamlik. Buni Xin'er. Bu şey sansanlama.不是33，新二。 Bu Chinor degan ekan, 33 emas ekan, 33 boshqa joyda bor ekan. Kimga kerak bo'lsa, buni mana ko'rib turganingizdek, mana shunday qilib chaqsa bo'ladi mana. Mana bu holatda ichi oq mang'iz mana. Kimga kerak bo'lsa, bunday qilib chaqsa bo'lar ekan. Aziz do'stlar, Xitoylarda o'zlari olib kelgan. Qancha kerak bo'lsa, topib berishar ekan. Manzilimiz Namanganda. Aloqaga chiqarsa telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Ketdik bo'lmasa boshqasini ko'ramiz. Qaysi? Aziz do'stlar, mana bularimiz qancha kerak bo'lsa, mana boy yong'oqlarimiz bor. Oq mang'iz. Manzilimiz Namanganda joylashgan. Kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa qancha kerak bo'lsa yetkazib olib beramiz. Taxminan 500 tonnacha bor hozircha. Chinor deganidan bor, keyin 185 degani bor ekan. Shundan bor.